Agar Koreyada bolangizni больницаga olib borganingizda, agar bolangiz bu joyda ko'kargan, shilingan bo'lsa, agar vrach shuni sizdan shubhalanadigan bo'lsa, sizni politsiyaga berib yuboradi. Ustingizdan yozib yuboradi. Bolasiga shikast yetkazyapti, uryapti deb ustingizdan yozib yuboradi. Keyin u yuzga ekspertizalar keladi. Rostdan ham bolasini uradimi yo'qmi tekshiradi. Agar rostdan ham bolangizni uradigan bo'lsangiz, sizga shtraf tushadi yoki qamab oladi. Meni bitta kazi tanishim, egizak bolalari bor. Tishi chiqayotgani uchun bir-birini tishlar ekan. Tanasi shundan ko'karib yotibdi bir-birini tishlar ekan. Shuning uchun aytdik biz, больницаga bor degandik. Rosa ko'karib ketibdi. Больницаga borib ko'rsat degandik. Больницаga borishga qo'rqaman. Biz ustimizdan yozib yuborsak-chi degan. Shuning uchun Koreyada ko'pchilik agar bolaga bir bola ko'kargan bo'lsa, больницаga borishga qo'rqadi. O'sha qiliblar.